Orta Asiya bo'yicha yegana bo'lgan sport klassika kostyumlarimizni bugun ko'rib chiqamiz do'stlar. Baholari dim arzon, sifatlari dim zo'r. Video narxidan ko'rsa, baholari, sifatlari, razmerlarini hammasini bir qator aytib chiqamiz. Do'stlar, bugungi videomiz noodatiy video bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, notebook so'mkamizga 4 dona sport klassika kostyumlarimiz shu git turgan variantdagini solib qo'yibmiz. G'ijim ushamaydigan variantdagi. Shuning uchun notebook so'mkaga solib qo'yibmiz. Keyin barsetkamizga bir dona solib qo'yibmiz do'stlar. Shunday studentlar bo'lsa, barsetkani ichine solib ham yuraveradi. Video narxidan ko'rsa, men sizlarga arkamizda ko'rib turgan hamma sport klassika kostyumlarimizni bir qator giyib obzor qilib beraman. Keyin baholarni aytib o'taman. Do'stlar, isboti bilan gap isboti bilan deganning, hozir men sizlarga bir dona sport klassika kostyumimni ko'rsataman. Ichine joylab qo'yganmiz. Ko'rib turganingizdek, sport klassika kostyumimiz ham cho'ziladigan, ham stretch materialda, ham g'ijim ushamaydigan do'stlar. Git turganning chiroyli svetlari bor. Video narxidan ko'rasizlar. Ko'rib turganingizdek do'stlar. Bir baho berasizlar sifatini. Erdalarini bir ko'ringlar. Umuman g'ijim ushamaydi. G'ijim bo'lgani yo'q. Video ishlash jarayonida yarim soatdan shu barsetkamiz ichida turdi. G'ijim ushamaydi. Hozir men sizlarga bu svetini ham, orqamizdagi svetlarni ham ko'rsataman. Yarashishini bir qator kommentariyada yozib qoldirasizlar. Videoni xudo xolasa sizlarga foydali bo'ladi deb umiddaman. Bizning mehnatimiz uchun ham bir like bosib qo'yish yerdan chiqmasin. Esa hozir men yashilni giyib turibman, endi maloshni sizlarga obzor qilib beraman. Do'stlar, ichindagi sport klassika kostyumimizni oldik. Men sizlarga xudo xolasa bir qator obzor qilib beraman. Hozirda giyib turganim yashil sveti bo'ladi. Men o'zim 52 razmer giyaman. Ya'ni bular узкий modeli bo'lgani uchun 52 razmer bo'ladi do'stlar. Buni razmeri 44 razmerdan boshlab 58 razmerdan bor. Keyin ko'rib turganlaringizni har xil svetlari bor. Baholarni video narxida aytib o'tamiz. Hozir svetlarni bir qator ko'rsatib chiqamiz. Materiallarni e'tibor bersangizlar, materiallari cho'ziladigan bo'ladi. Stretch, ishlari astarsiz. Astar yo'q. Ko'rib turganingizdek, yoz mavsumi ham to'g'ri keladi. Chiroyli qilib ishlangan. Gündelikka giymek ham to'g'ri keladi, to'y tashkillar ham to'g'ri keladi, hamma narsaga giysangiz to'g'ri keladi. Do'stlar, e'tibor bersangizlar, tikilishlari ustkiroq, sifatli qilib ishlangan. Cho'ziladigan materialda bo'ladi do'stlar. Shimini keladigan bo'lsak, shimi bellari rezinkali ham yipli bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, kasoykisa variantda. Agar shunning obrazda giyinaman desangizlar, barsovkalarimiz ham kelgan. Chiroyli qilib ishlangan, ko'rib turganingizdek, sifatli qilib ishlangan. Erdalari rezinkali bo'ladi, bog'ini bo'ylab o'tirmaysizlar. Razmeri 40 dan 44 dan razmerlar bor. Bahosina keladigan bo'lsak, baholari 300 ming so'mdan. Shuning sport klassika kostyumlar bilan tushadi. Keyin ichimdagi futbolka 75 ming so'm. Ko'rib turganingizdek, yangi uzun varianti, yangi kalta varianti 60 ming so'mdan. Kelib bizdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Sport klassika kostyumimizni video narxida baholarini aytib o'taman do'stlar. Videoni diqqat bilan ko'rasiz. Hozirda sizlar yashil svetini ko'rdingizlar. Endi boshqa svetlarni ham ko'rib chiqamiz. Do'stlar, giyib turganim hozirda maloshni svetini giydim. Ko'rib turganingizdek, chiroyli bo'lib, qo'shroq bo'lib, yaxshi yarashib turibdi deb o'ylayman, lekin sizlarning fikrlaringiz muhim. Ko'rib turganingizdek, maloshni kostyum shim bilan qora futbolka giydim do'stlar. Agar davlat ishida ishlayman desangizlar, qora ko'ylak kiysangizlar ham bo'ladi, bo'lmasa klassik oqroq ko'ylaklarni kiysangizlar ham bo'ladi, yarashib turadi. Kim nechik, har kimni didini qarab, har xil variantda giyinsa bo'ladi. Muhimi sport klassika kostyum shimlarimiz g'ijim ushamaydigan, ham materiali stretch materialda. Qora futbolka bilan ko'rib turganingizdek, maloshni svet qo'chalori. Shunga tushadigan, keyin barsovka giydim, qora svet bo'ladi. Ichi oq, padoshi oq bo'ladi, usti yonboshi zamush, usti setishni variantda bo'ladi do'stlar. Yarashgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Yoqqan bo'lsa, xudo xolasa kelib bizdan xarid qilsangizlar bo'ladi. Hozirda maloshni svetini ko'rib turibsizlar. Endi men sizlarga boshqa svetlarni ham ko'rsatib chiqaman. Lekin maloshni sveti bir qator sinchiklab urg'u bilan gaplashishimiz shart. Shunday esa bu sport klassika endi hozirda talab bo'lib turgan kiyimlardan biri bo'ladi do'stlar. Ya'ni Xorazm auditoriyasida hozirda to'ylar ko'p, tashkillar ko'p. Shularga giymaka, o'zlaringizni ustingizda chiroyli bo'lib turmoqqa, ham udobniy bo'lmoqqa, ham sportsmenlar uchun, ham oddiy odamlar uchun to'g'ri keladigan sport klassika kostyumlar ko'p. Sportsmenlar biza sportga qatnashgan vaqti, даже men o'zim ham kostyum shim giyolmasadim, o'zimni noqulay his etardim. Lekin bunda o'zimni qulay his etib turibman. Ko'rib turganingizdek, oyoqlaringiz ham polni ochiladi. Trenirovka ham to'g'ri keladi, hamma narsaga to'g'ri keladi. Ko'chada yurmak ham to'g'ri keladi, gündelikka giymak ham to'g'ri keladi. Udobniy. Sizlarga xudo xolasa premium klassda Vacconi brendi, ya'ni Fazman ko'rib turganingizdek sifatli qilib ishlangan.
materialları dəhşət, gıcım bo'lmaydi. Hozir men shuni barsetkani ichine salib ekkeldim. Yarım saatdan durdu. Keyin açdımdan shuni giyib turibman. Do'stlar, ko'rib turganingizdek g'ijimi yo'q. Sizlarga yana bir ta'rif beramiz. Qo'l mehnatida tikilgan yonboshlari. Materiallari gofra material deb aytiladi. İçine astarı umuman yo'q. Ya'ni yozdan giysa bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, ichine astarı yo'q, kisalari bor. Neobishniy qilib ishlangan. Ham stretch tovarda ko'rib turganingizdek. İçan tarafları ham, bu tarafları ham shunday. Hozirda siz 58 razmerini ko'rib turibsiz. 44 razmerdan 58 razmeriga bor. Ya'ni 44 razmeri 60 kilo odamga to'g'ri keladi. 58 razmeri 120 kilo odamga to'g'ri keladi. Sifatli qilib ishlangan. Chavurlarına e'tibor beradigan bo'lsak, chavurlari sport klassiga, ya'ni bellari rezinkali bo'ladi. Orqasida bir dona kisasi bor. Ko'rib turganingizdek, orqasida bir dona kisasi bor. Ham kasoy karman bo'ladi. Kasoy kisa bo'ladi do'stlar. İplari bor. İpini xohlasangiz buni olib tashlab, remen o'tirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz ipi bilan giysangiz ham bo'ladi. Keyin ichindagi demasini e'tibor bersangizlar ham shu mida detallarini yaxshi qilib ishlangan do'stlar. Bu Fazman brendi Vakkoni bilan ikkisi bir savmestniy bo'ladi. O'zbekistonda ishlab chiqariladi, lekin Turkiya texnologiyasi bo'yicha materiallar Italiyadan keltiriladi. Turkiya texnologiyasi bo'yicha O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Ya'ni hozir siz ko'rib turgan kostyum shimingiz dunyodagi boshqa brendlarga nisbatan yaxshi bo'lsa, yaxshi, sifati umuman qolishmaydigan zo'r kostyum shim hisoblanadi. Ya'ni sizni baxtingiz ham Xorazmda bo'lib turib, gelip bizden dükkanımızda giyip görüp xarid qilsangiz bo'ladi. Agar viloyatlardan bo'lsangizlar, dostavka qilib oldirsangiz da bo'ladi. Videoning oxirida bahosini aytib o'taman do'stlar. Ko'rib turganingizdek sifatli qilib ishlangan zamoklarni e'tibor bersak, zamoklar ham 1 yil, 2 yilda tozadigan zamok emas. Ko'rib turibsizlar. Mida detallaridan ishlov berib ishlangan. Chiroyli qilib ishlangan do'stlar. Ko'rib turganingizdek zaklopkalar ham sifatli qilib ishlangan. Hem dese skladkasi bor. Skladkasi ya'ni beli kichkina qisib turadigan, elde salgina shirokroq bo'lishi uchun skladka qo'yilgan do'stlar. Yana skladka qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek skladkalari bor. Buni bir afzallik tarafi utuk basmaysiz, to'g'ri yuvasiz, siltalaysiz, quritasizdan to'g'ri kiyib ketsangiz ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek chiroyli bo'lib, xo'shroq bo'lib turadi. Hamma narsaga udobniy sport klassika kostyum shimimiz. Hozir siz maloshi svetini ko'rib turibsiz. Men sizlarga endi qaysi svetni giyib ko'rsatayim do'stlar. Menimcha shunday mokriy asfalt svetini giyib ko'rsatamiz. Chiroyli bo'lib, xo'shroq bo'lib turadi. Videoni oxiridan ko'rsangizlar, svetini giyib ko'rgandan keyin yashil svet bor, uni ham giyib ko'rgandan keyin bahosini aytib o'taman. Shundan sizlar shu videoga like bosib, YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Eng sifatli, eng yaxshi mahsulotlarni Crow brendda xarid qilasizlar do'stlar. Hozir bu svetni giyib ko'ramiz. Sizlar bilan birgalikda videoni oxiridan ko'ramiz. Do'stlar, hozir maloshini yechdik. Ko'rib turganingizdek yarashdi, yarashmadi o'zlaringiz fikr bildirasizlar. Keyin giyib turganim seri sveti poloskali variantini giydim. Nechun buni giydim? Hozir men giyib turganim slim varianti. Sport klassik kostyum shimlarimiz 3 xil variantda bo'linadi. Slim, regular, keyin klassik. Klassik degani qonni katta odamlar uchun, regular degani sal iriroq do'ladoq odamlar uchun, keyin slim degani ya'ni узкий modeli yoshlar uchun mo'ljallangan. Slim varianti 44 razmerdan 58 razmerga bor. Regular varianti esa 48 razmer, 50 razmerdan boshlab 56, 58 razmerdan bor, lekin katta bo'ladi. Klassik varianti esa 60 razmerdan bor do'stlar. Ko'rib turganingiz 60 razmerdan ham tanishtirib o'taman. Hozirda o'zlaringiz baho berasizlar. Shunday oq futbolka bilan, keyin borsovka bilan, oq padoshi oq o'tgan qora borsovka bilan, keyin polasali, ko'rib turganingiz kostyum shimimiz polasali, узкий modelimiz nechik yarashdi, mokriy asfalt sveti yarashmadi, kommentariy yozib qoldirasizlar. Agar sizlar ham shunday obraz kerak bo'lsa, bemalol Crow brendga kelsangizlar, xudo xolasa zo'r qilib obraz qilib beramiz do'stlar. Hozirda men giyib turganim ko'cha obrazi, ko'cha odamlarına doğru keladi, to'y tashkilot ham mera to'g'ri keladi. Lekin ko'cha obrazi deganim klassik emas. Agar shu bilan birdan rubashka kiysangizlar, klassik obraza aylanib qoladi birdanna. Men sizlarga xudo xolasa seri svetini giyib ko'rsatdim. Endi buni chalurni yechib o'tirmaymiz, chunki vaqt cho'zilib ketib qoldi. Men sizlarga ustini giyib ko'rsataman. Yarashdi, yarashmadi, kommentariy yozib qoldirasizlar. O'zlaringizda tasavvur qilasizlar, xayollaringizda sizlarda nechik turadi shu kostyum chalur. Shu bilan xudo xolasa o'zlaringizga yarashadiganini bilib olasizlar. Bunun materiali stretch material bo'ladi, ichlari ko'rib turganingizdek bez astar bo'ladi. Sifatli qilib ishlangan. Hammasini dizayn tikilishi bir xil, prosta razmerlarida farqi bor. Cho'ziluvchan
udobniy variantdagi bo'ladi do'stlar. Hozir men sizlarga boshqa svetlarini ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, bular ham slim variantdagisi 52 razmerini. Hozir men slim variantda hazmını geçip arkadan ilk göstermem. Dostlar, bizani videolarımız arkalı sizler özlerinizde neçik svetdeki giyimle yaraşadı, neçik svetdeki giyimle hazır moda bop tuttu, bir xatar görüp oturasızlar. Şunun için YouTube kanalımıza azab bop koyuş yaddan çıkmasın dostlar. Hazır ben Adnatonni seri açık svetini üstünü giyip göstermem. Şimini giyip gösterip oturmayman. Ne için dese vaqt çözülüp gider. Vaqt çözülüp üçün, çözülmesi üçün görüp turganingizdek. Yaraştı, yaraşmadı. Kommentariyada yazıp qoldirasizlar. Buni o'zini adeniy pijak o'rnida giysangiz ham bo'ladi. Uchun esa hozir shu seriyani qora chalur bilan giysangiz ham yaxshi yarashib, xo'shroq bo'lib turadi. Cho'ziluvchanligi bum zo'r, udobniy do'stlar. Aynan bir qarab. Xo'shroq bo'lib yaxshi yarashib turadi do'stlar. Hozir endi yashil svetini giyib ko'rsataman. Buni ham chaluru bilan giyib ko'rsataman do'stlar. Chaluru bilan giyib ko'rsatsak, boshqacha obraz beradi, boshqacha vid beradi do'stlar. Videoni aqnadan ko'rasizlar, video sizlarga qiziqli bo'ladi degan umiddaman. Do'stlar, seriya svetini chaluru bilan giyib oldim. Ko'rib turganingizdek, chiroyli bo'lib, xo'shroq bo'lib turadi. Sizlarga nechik yarashadi, o'zlaringizga nechik yarashadi, menga nechik yarashdi. Shuning uchun sizlar bilishlaringiz uchun biza chaluru bilan giydik. Ya'ni shimi bilan giydik. Materiali zo'r va oyoqda sizlar ham tavsiya qilib qolaman. Yarashdi-yarashmadi kommentariyga yozib qoldirasizlar. Giyib turganim 75 ming so'mlik futbolka, sport klassika kostyum, keyin oyoq kiyimimiz. Ko'rib turganingizdek, barsovkamiz chiroyli qilib, sifatli qilib ishlangan. Bu to'yam, tashkil ham hamma yerda to'g'ri keladi. Aytganingizdek, xohlasangizlar klassik obrazda, xohlasangizlar sport klassik obrazda giysangizlar bo'ladi. Hozir men sizlarga yashil svetini ham giyib ko'rsataman. Görüp turganingizdek, açık yeşil svetini giydim. Xudo xolasa endi men sizlarga to'liq svetlarini ko'rsatib chiqaman, baholarini ham aytib chiqaman. Materiallarini e'tibor bersak, stretch bo'ladi. Cho'ziladigan, udobniy, har taraflama o'ng'ayli. Chavurlar ham materiallari stretch, hammasini giyganim materiallari stretch, ya'ni gofra material deb aytiladi. Hozirda bahor mavsumi ham, yoz mavsumi ham to'g'ri keladi. Ichari astarsiz bo'ladi. Harakatlanganda o'ng'ayli. Ko'rib turganingizdek, sportsmenlar ham hammaga to'g'ri keladi. Svetlari seri palosa o'tgani, keyin yashili, yittiroq, temniroq yashili, keyin ochiq seri sveti, keyin молочный sveti, temniy seri sveti, keyin velika razmerda temniy seri, ya'ni mokriy asfalt sveti, giyib turganingizdek, ko'rib turganingizdek yashil sveti, keyin seri paloskali, keyin ochiq siniy sveti do'stlar. Agar xohlasangizlar screenshot qilib olinglar. Men sizlarga birma-bir svetlarini ko'rsatib chiqaman. Ko'rib turgan sport klassika kostyum shimlarimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Italiya matosi bo'ladi. Turkiya texnologiyasi bo'yicha hammasini bahosini keladigan bo'lsak, 850 ming so'mdan kelib bizdan bemalol xarid qilsangizlar bo'ladi do'stlar. Hozir men sizlarga screenshot qilib, viloyatlardan bo'lsangizlar screenshot qilib olishingiz uchun birma-bir svetlarni qo'limga olib ko'rsataman. O'zlaringiz screenshot qilib olasizlar do'stlar. 44 dan 58 razmerdan bor. Telegram orqali bizlarga yersangizlar, screenshot qilib, biza sizlarga bor yo'qligini javobini aytamiz. Keyin BTS pochta orqali jo'natsa bo'ladi. Screenshot qilib olinglar. Velika razmer bu. Ochiq siniy sveti. Sport klassika. Videoni shu o'rnidan ko'rib kelgan bo'lsangiz, sizlarga rahmat aytib qolamiz do'stlar. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishdan chiqmasin. Eng zo'r, eng sifatli, yaxshi brendoviy kiyimlarni Kral brenddan arzon bahoda xarid qilsangiz bo'ladi. Xohlasangizlar onlayn, xohlasangizlar offlayn. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Sizlarning fikrlaringiz biz uchun muhim. Xohlasangizlar negativ, xohlasangizlar pozitiv do'stlar. Facebook, Instagram, TikTok kanallarimiz bor. Ular ham a'zo bo'lib qo'yishdan chiqmasin. Shu videoni opisiyanasida YouTube Telegram silkamiz turadi, Telegram gruppa silkasi turadi. Girib a'zo bo'lib qo'yishdan chiqmasin. Kral brend uchun ham vaqt izlanishda sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Videoning oxirida manzilni qo'yib o'tamiz. Kral brend 9 etajli domni binoni 1-etajında joylashgan. Hozir biz 9-etajındamiz. Sizlarga manzil tushuntirajakmiz. Yanada yaqinroq, yanada osonroq topishingiz uchun. Qaranglar, Oxim Muhammadchdi bu yo'lni to'g'ri o'zi Gullan yo'lini olib chiqadi. Ishi yo'lni to'g'ri o'zi burilmasdan, to'g'ridan to'g'ri ketsangiz Gullan yo'lini olib chiqadi.
Şu çarraqa ise Murat Maksat çarraqası hesaplanadi. Çarraqada Kral Brand menzili joylashgan. Ya'ni bizning do'konni yine şu maşinlar durgan yerdan görüşünüz mümkün. Şu Kral Brand'ning yangi menzili. Hammaya ma'lum Tomaris Nur gipermarketi Jaloliddin Manguberdi haykalini bilasizlar, to'g'rimi? Yine qarang, ishi yo'l, hammasi shuni olib boradi. Ishi yo'l bo'ylab ketadigan bo'lsangiz, ana to'rinda ana даже gipermarket ham ko'rinadi. Yaxshilab qarasangiz, 9 etaj ham ko'rinadi. Azizlar, hunda ana seyr bo'lib turgan domlar вечерний yarmarkaning domi. Ishi yo'l Jaloliddin Manguberdi yodgorligini oldindan doğrudan Kral Brand'e keladi. Siz Jaloliddin Manguberdi o'ng qo'lingizda qoladi, Tomaris Nur chap qo'lingizda qoladi. Doğrudan burilming desangizlar, Kral Brand'ning manziline Murat Maksat перекресткасine duch kelasizlar. Ya'ni topishingiz yanada oson. Yana hammaga ma'lum Beshni ko'piri, Shovot yo'lidan o'tasizlar, даже bu tomondan Xonqa tarafdan kelsangizlar ham oson bo'ladi. Ya'ni ishi yo'lni to'g'ri o'zi Beshni ko'pirini sizlarni olib chiqib qo'yadi. Topish shu darajada osonki, faqat shu videoni ko'rdingizmi, yo'l tutishingiz qoladi xolos. Beruni tomondan keladigan, Abxodnoy yo'ldan keladigan bo'lsangizlar, kardiologiyaning yo'li, ishi yo'l, kardiologiyaning yo'lini olib chiqadi. Ya'ni yurak больницасының yo'lini olib chiqadi. Abxodnoy Kolsoy yo'ldan kelaman desangizlar ham, to'g'ri shu yo'l orqali kelasizlar. Shunning aylanasizlar, Kral Brand'ning yanada manzili. Shu darajada topish osonki, agarda Murat Maksat перекресткасini qoidasini, pravilasini tushunadigan bo'lsangizlar, sizlar uchun shu darajada oson bo'ladi. Ya'ni agar geyishda keladigan bo'lsangizlar, geyishda charraqa bo'ylab, yop-yorug' bo'lib, chiroyli bo'lib, sizning ko'zingizga chalinadigan bo'lib ko'rinib turadi. Bu tomon esa kardiologiya tomon. Ya'ni kardiologiyadan kelish shu darajada oson. Imunda esa doninon. Hunda esa u ishi domni ko'rib turibsizlar, yana bitgan dom. Shuni elimda sal o'tgandan keyin Toshkentdan keyin hisoblanadi. Ya'ni to'yxonalar ham ko'p yerda. Omad to'yxonasi bor, Bobur to'yxonasi bor balki. Shu to'yxonalardan kelishingizda ish charraqadan o'tasizda, unda bir charraqa qoladi. Shundan yana aylanib ish yerga kelasizlar. Yana Murat Maksat перекресткасы bo'ladi. Ya'ni Kral Brand'ni yangilangan, yangi dizaynda ishlangan yangi do'konidan birisi bo'ladi azizlar. Topshingiz shu darajada oson. Bu videoni ko'rgandan keyin kommentariya ostına mestani topdim deb yozsangizlar ham bo'ladi. Ya'ni mesta nerda, lokatsiya tashanglar deb aytadilar. Shu darajada zo'r tushuntirdik deb o'ylayman, xudo xolasa.